Assalomu alaykum. Bugun biz WinPro'da ro'yxatdan o'tish, shaxsiy kabinetingizga kirish va parolni tiklash usullarini ko'rib chiqamiz. Ro'yxatdan o'tish. WinPro'dan foydalanishni boshlash uchun siz tizimda ro'yxatdan o'tishingiz va shaxsiy kabinet yaratishingiz kerak. Buning uchun avval yuqori o'ng burchakdagi tugmani bosish orqali WinPro veb-saytida shaxsiy kabinet sahifasini oching. Ro'yxatdan o'tish uchun oynaning pastki qismidagi maxsus tugmani bosing. Sizning oldingizda yangi kabinet yaratish oynasi ochiladi. Bo'sh maydonlarda ismingizni, familiyangizni, telefon raqamingizni kiriting va tizimga kirish uchun parolni o'ylab toping. Ushbu maydonlarni to'ldirganingizdan so'ng kodni olish tugmasini bosing. Siz ko'rsatgan telefon raqamingizga SMS orqali kod yuboriladi. Uni maxsus maydonga kiriting va tasdiqlash tugmasini bosing. Tasdiqlangandan so'ng siz darhol WinPro onlayn konstruktorining asosiy ekraniga o'tasiz va xizmatning barcha mavjud funksiyalaridan foydalana olasiz. Keyinroq xizmat xususiyatlariga kirish uchun siz standart yoki biznes obunasiga obuna bo'lishingiz mumkin. Shaxsiy kabinetga kirish. WinPro xizmatining barcha funksiyalaridan foydalanish uchun shaxsiy kabinetingizga kirishingiz kerak. Buni amalga oshirish uchun onlayn konstruktor veb-saytini oching va yuqori o'ng burchakdagi tugmani bosish orqali shaxsiy kabinet bo'limiga o'ting. Ochilgan oynada kerakli maydonlarga kerakli ma'lumotlarni kiriting. Bu sizning profilingizga bog'langan telefon raqami va parol. Barcha maydonlarni to'ldirganingizdan so'ng kirish tugmasini bosing. Shundan so'ng sizning oldingizda onlayn konstruktorning asosiy sahifasi ochiladi. Shuni eslatib o'tamizki, tizimga kirganingizda saytning yangi versiyasi ko'rsatiladi. Eski versiyaga o'tish uchun onlayn konstruktor oynasining yuqori qismidagi ushbu kalitni bosing. Xuddi shunday siz eski versiyadan yangisiga o'tishingiz mumkin. Parolni tiklash. Agar siz shaxsiy kabinetingiz parolini unutgan bo'lsangiz, shaxsiy kabinetingizga bog'langan telefon raqamidan foydalanib kirishni tiklashingiz mumkin. Buning uchun shaxsiy kabinet qaydnomasiga kirish sahifasining pastki qismida parolni unutdingizmi degan bandni tanlang. Sizning oldingizda telefon raqamini kiritish maydoni ochiladi. Uni to'ldiring va SMS orqali tasdiqlash kodini olish uchun yuborish tugmasini bosing. Telefon raqamingizga maxsus kod kelishi bilan uni veb-sayt sahifasi maydoniga kiriting va tasdiqlash tugmasini bosing. Sizning oldingizda yangi parolni kiritish sahifasi ochiladi. Yangi parolni kiriting va tasdiqlash uchun uni takrorlang. Ushbu maydonlarni to'ldirganingizdan so'ng tasdiqlash tugmasini bosing. Shundan so'ng sayt sizni avtomatik ravishda shaxsiy kabinetga kirish oynasiga yo'naltiradi. Kirish uchun telefon raqamingiz va o'zgartirilgan paroldan foydalaning. Agar siz shaxsiy kabinetingizga bog'langan telefon raqamiga kirish huquqini yo'qotgan bo'lsangiz yoki ushbu telefon raqamiga kodli SMS xabar kelmagan bo'lsa, kirishni tiklash uchun qo'llab-quvvatlash xizmatimizga murojaat qiling. Biz bilan bog'lanish uchun foydalanishingiz mumkin bo'lgan telefon raqami va elektron pochta manzili WinPro veb-saytida kontaktlar bo'limida keltirilgan. Shuningdek, siz bizga izohlarda yoki Telegram kanaldagi xabarlarda yoki Instagram profilingizdagi shaxsiy xabarlarda yozishingiz mumkin. Biz sizga imkon qadar tezroq javob beramiz va muammoni hal qilishga yordam beramiz. Shu bilan bizning ko'rsatmalarimiz yakunlandi. Umid qilamizki, bu siz uchun foydali bo'ldi. Agar sizda yangi savollar bo'lsa, izohlarda qoldiring. Biz to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz.